Meni o'ynashim emas. Nima dedi? Yana ustimdan mag'zava ag'darib ketdimi? O'rtamizda nima bo'lganini xotiningni o'zidan so'ra dedi. Butun kafeda sharmanda bo'ldim. Endi qanday qilib bosh ko'tarib yuraman? Nimaga sharmanda bo'lasiz? Nima meni xiyonat ustida ushlab oldingizmi? Gaplariga ishondingizmi? U kafegacha keldi. Menga shunaqa gaplar gapirdiki, o'zimni ushlab tura olmadim. Dadasi. Tushuning, u kasal. U kamiga psix. Alamzada. Men yo'q deganim uchun chidolmayapti. Nima? Boylar nima xohlasa o'sha bo'lish kerakmi? Nima? Biz odam emasmizmi? Bilmadim, men ham shunga hayronman. Charchadim. Yaxshisi, militsiyaga borib ariza beraman. Menga ma'naviy ta'ziq o'tkazyapti deyman. Bunaqa yasha olmayman. Bor. O'zingni qamab qo'yishadi. Xo'p, unda nima qilay ayting. Bu to'r devor orasida jinni bo'lib qolaman. Pari, men haqiqatni bilishim kerak. Balki sen unga imkoniyat bergandirsan. Nima? Shuning uchun dadil gapiryapti. Bo'sh bayov eringdan ko'ra o'sha boyni afzal ko'rgandirsan.